Maysara sovchilik xizmati mobil ilovasi. Bir necha oddiy qadamda ro'yxatdan o'ting va profilingizni yarating. Yangi profil yaratilayotganda ilova yuzingizni eslab qoladi. O'zingiz haqingizda ma'lumot kiriting, qiziqishlaringizni belgilang. Biz sizga eng mos keladigan insonni topamiz. Sifatli suratlaringizni yuklashga harakat qiling. Suratlarni muloqot paytida hamsuhbatingizga ko'rsatishingiz mumkin va yuklanadigan fotosuratlarda tizim sizni tanisa, ularni belgilab qo'yadi. Sizga yoqqan insonlarni yurakcha belgisini bosish orqali tanlang va agar sizga ham qiziqish bildirsa, suhbatni boshlang. Filtr qismini o'zgartirib, turli talablarga ko'ra insonlarni izlashingiz mumkin. Tizim natijalarni yosh, bo'y, geografik joylashuv va boshqa parametrlar bo'yicha tanlab beradi. Ilovamiz orqali dastlabki tanishuvni amalga oshiring va uchrashuvni belgilang. Muloqot o'zaro hurmat ohangida bo'lishiga e'tibor bering. Yozishmalar saqlanadi va tekshirilishi mumkin. Ehtimol, bu ilova hayotingizdagi eng muhim uchrashuvga yo'l ochar. Ilovamizni yuklab oling va umr yo'ldoshingizni bugunoq toping.